Kanonaliklar yoki Makka ga hujum qilishlik kerak. Shunda ular ikkilanib turganida ularni mana shu taraddudidan qaytarishlik uchun iblis keldi. Iblis kelib aytdiki, bu iblis Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganida orqasidan quvigan Suroqat ibn Malik suratida keldi. Eslaymiz-a? Payg'ambarimiz Kisroni bilay uzuylarni va'da qilgan. Suroqat ibn Malik Jush umurg'idan, Kanona qabilasining Jush umurg'idan. Aytdiki, men dedi, Kanona sizlarga hujum qilmasligiga kafilman, men sizlarni himoyamga olaman, bemalol borib kelaveringlar. Ya'ni ularni mana shu ishga shijoatlantirgan kim bo'ldi? Iblis bo'ldi. Alloh taolo bu haqida Qur'onda shunday bir oyatlar nozil qildi. Va iz zayyana lahumush shaytonu a'malahum va qalat la g'oliba lakumul yawma minan nas va inni jarun lakum. Bu Qurayshni mana shu ishlarga targ'ib qilgan doim shayton bo'ldi. O'shanda shayton ularga qilayotgan ishlarini chiroyli ko'rsatib, bu kun sizlardan g'olib bo'ladigan biron odam yo'q. O'zim sizlarning homiyingizman dedi. Shayton boshladi. Dorun Nadvada payg'ambarimizni o'ldirishlikka maslahat qilayotganda shayton kelib maslahat berdi. Badrga chiqishlikka Qurayshni shayton undayapti. Aqabada payg'ambarimiz ansonlar bilan bay'at berishganida shayton baqirdi. Uhudda payg'ambarimiz chuqurga yiqilib tushganda shayton baqirdi Muhammad o'ldi. Qarang, bu mushriklarga maslahat berayotgan, yo'l ko'rsatayotgan, shijoatlantirayotgan kim? Kimi ko'ryapti bu mushriklar? Shayton ularga maslahat beryapti. Chunki inson bunday qarash kerak atrofida. Hali yo'l ko'rsatayotgan, maslahat berayotgan odamlar kim? Odam ko'rinishdagi shaytonlar emasmikan? To'g'ri qilyapsan, boblading, anday qil, manday qil dedi, o'zi asli surishtirib qarasangiz, Alloh va Rasuliga umuman to'g'ri kelmaydigan gaplar gapirayotgan bo'lishi mumkin. Ularni mana shu Badr g'azotiga chiqishlikka shayton shijoatlantirdi. Shunday qilib Quraysh karvonni himoyasiga chiqib ketdi. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom hali Quraysh qo'shini chiqqanidan xabari yo'q. 314 ta sahobasi bilan hali ham karvonni xabarni istab ketardi. Tayyorgarliklar. Makka ga xabar yetib borganidan keyin Quraysh 950 yoki 1000 kishilik qo'shin bilan chiqdi. Ularda hammasi tuyon ustida. Yana 90 ta 100 ta yeyishlikka ham alohida tuya olishib olgan. 200 ta otni o'zlari bilan olib chiqishdi. Musulmonlar bo'lsa, urush uchun chiqishmagan edi ularning niyati, karvonning yo'lini to'sish edi. Shuning uchun bor yo'q 314 ta odamga 2 ta ot, 70 dona tuya bor edi xolos. Urush uchun chiqqan odam bunaqa tayyorgarlik bilan chiqmaydi. Bitta tuyani 3 ta sahoba almashib minib ketar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan tuyani sherik bo'lib minganlar Ali roziyallohu anhu va Abu Luboba. Ikkala sahoba bilan payg'ambarimiz Rasululloh bo'lsa ham hamma qatori tuyani navbatma-navbat minib ketyapti. Shunda ikkala sahobiy, "Ya Rasululloh, siz minoring, biz rozimiz, biz piyoda ketaveramiz" deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Sizlar mendan ko'ra quvvatliroq emassizlar. Men ham sizlardek ajr olishni xohlayman. Men ham sizlardek ajr olishni xohlayman" dedi Imom Ahmad rivoyat. Lekin Rasulullohning rahmatan lil alamin bo'lganini ko'raylikki, shu holatda ham odillikni ko'raylik. Endi buni ko'rib tarbiya topgan Umar ibn Hattob qo'li bilan tuyani minganda navbatlashsa hayron bo'lmaslik kerak. Chunki Rasulullohni Muhammadiya madrasasini talab edi Umar ibn Hattob. Tuyasi yo'qlar, yo'lda oxirigacha piyoda yurishlikka majbur bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Quraysh qo'shin bilan chiqqanligining xabari vahiy orqali nozil bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz sahobalarni jamlab turib, biz karvonni qasd qilib chiqqan edik. Endi Quraysh biz bilan urushgani qo'shin bilan kelyapti ekan. Ortimizga qaytamizmi yoki davom etamizmi? Maslahat beringlar. Ashiru alayya ayuhan nas. Odamlar maslahat beringlar menga. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu turib, "Ya Rasululloh, Robbingiz buyrug'iga yuring. Biz siz bilanmiz" dedi. Rasululloh uni gapidan rozi bo'ldi, Abu Bakr o'tirdi. Payg'ambarimiz yana so'ra aytdilar. "Menga maslahat beringlar ey odamlar" dedi. Umar ibn Hattob turdi. Abu Bakr so'zidagi so'zni aytdi. Payg'ambarimiz undan ham rozi bo'ldi, Umar o'tirdi. 3-chi marta payg'ambarimiz "Maslahat beringlar odamlar, nima qilamiz? Davom etamizmi yo qaytamizmi?" dedi. Shunda Miqdod ibn Amr roziyallohu anhu o'rnidan turib, shunday bir so'zni aytdiki,
bu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadi. Badr kunida Miqdoddan shunday so'zni eshitdimki, butun dunyoni almashtirardi mana shu so'z meniki bo'lishligi uchun. Nima degan edi? Miqdod roziyallohu anhu turib aytdiki, "Ya Rasululloh, Robbingiz buyrug'iga yuring. Biz sizga Banu Isroil Musoga aytgan so'zni aytmaymiz." Nima deyishgan edi ular? "Izhab anta va robbuka faqatila inna hahuna qoidun." Ana shu Ilyo Quddus shahri sizlardagi hujum qilaylik, shu shaharni olamiz desa, Banu Isroil aytgan edi: "Ey Muso, sen va Robbing borib urushaveringlar, biz mana o'tirib turamiz" degan. Biz unaqa demaymiz. Balki aytamiz: "Ya Rasululloh, siz va Robbingiz ikkingiz borib urushinglar, bizlar albatta siz bilan birga jang qilamiz" deymiz. Allohga qasam ya Rasululloh, agar siz Birakul G'imatgacha jang qilishga yursangiz, bizlardan birorta kishi ortga qaytmaydi. Bu so'zni azamatini bilishing uchun Birakul G'imat nima? Birakul G'imat Yamandagi bir mintaqa. Ana shu Birakul G'imat bilan Madina o'rtasida islomga dushman bo'lgan 14 ta qabila bo'lgan. Ya Rasululloh, siz bitta jangga emas, 14 ta qabila bilan jangga, hozir jangga kirsangiz, bizdan birortamiz ortimizga qaytmaymiz dedi. Shuning uchun hadis raviysi aytganida, dunyodagi hamma narsani mana shu so'zga almashtiradi degan. Payg'ambarimiz juda xursand bo'ldilar. Miqdod ham o'rniga o'tirdi. Endi yetarli bo'lganga o'xshaydi. Hamma roziga o'xshadi. Lekin payg'ambarimiz 4-marta ashiru alayya yuhannas. Ey odamlar, maslahat beringlar menga. Nima uchun? Nima uchun qaytib so'rayapti? Hozir turib gapirgan sahobalarning hammasi muhojirlar. Birinchi marta payg'ambarimiz bilan birga ansorlar ham chiqqan edi. Qo'shinning kattaroq qismi ansorlar edi. Payg'ambarimizda shunday bir o'y bor ediki, ansorlar payg'ambarimizni Madinaga ko'chib keling deganida payg'ambarimiz meni himoya qilasizlar degan. Ular rozi bo'lishgan. Endi biz payg'ambarimizni faqat Madinada himoya qilamiz, Madinaning tashqarisida himoya qilmaymiz degan tushunchasi yo'qmikin ansorlarda payg'ambarimiz qaytib so'rayotgan edi. Shunda ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, siz bizdan ansorlardan kutyapsizmi?" javobni dedi. Payg'ambarimiz ha dedi. Chunki ansorlar indamagan edi hali. Sa'd ibn Muoz o'rnidan turib aytdi: "Tahqiq, biz sizga iymon keltirdik, sizni tasdiqladik. Siz olib kelgan narsani haqligiga ishondik. Sizga so'zsiz itoat qilishga ahd berdik. Ya Rasululloh, Robbingiz buyurgan ishga yuring. Sizni haq din bilan yuborgan zotga qasamki, agar siz dengizga sho'ng'isangiz, dengizga yursangiz, bizlardan biron kishi ortda qolmay albatta siz bilan birga yuradi. Ertaga dushmanga qarshi biz bilan yo'liqishingizni xohlaymiz. Bizlar jangda sabrlimiz. Shoyat Alloh biz tufayli sizning ko'zingiz quvontiradigan ishni bersin." Ansorlarning itoati xuddi muhojirlarnikiga ekanligini Sa'd ibn Muoz ta'kidladi. Bundan payg'ambarimizni yuzlari bir yorishib ketib xursandchilikdan, "Xursand bo'linglar" dedi. "Alloh menga ikkita g'alabadan bittasini va'da qildi. Yo karvonni olamiz, yo jangda yengamiz" dedi. Bu to'rala sahobani gapirgan gapi bir xil chiqdi. Biz nima desangiz yuramiz. Lekin bu to'rala sahobani gapi qolgan hamma 314 ta sahobani fikri emas edi. Ba'zilari urushni xohlamas edi. Ba'zilari karvonni olib qaytsa yaxshi bo'lar edi, urushmasa yaxshi bo'lar degan fikrda edi. Buni Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. İnsonlarning ichida o'tayotgan narsani Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Va inna fariqon minal mu'minina lakarihun. Xuddi mu'minlardan bir guruhi urushni aniq yomon ko'rib turgan hollarida. Va tawadduna anna ghayra zati shavkati takunu lakum. O'shanday mu'minlar Alloh ikki toifadan karvon yoki qo'shindan birini sizlar uchun o'lja qilishga va'da bergan edi. Sizlar qurol yaroqsiz toifa, ya'ni karvon o'zingiz uchun bo'lishini istagan edingiz. Lekin farq nimada bo'ldi? Xohlamayotganlar ham Alloh va Rasulining buyrug'iga labbay deb javob berdi. Lekin Alloh taoloni shundan keyin Alloh taoloning nusratiga haqli bo'ldi. Qo'rquv, dunyo bo'lgan ta'ma, bu insonning tabiatida bor kasallar. Sahobalar ham odam bo'lgan. Ular ham qo'rqqan, xavotirda bo'lgan, dunyo ta'masida bo'lgan. Lekin farq payg'ambarimiz buyurganda osiy bo'lmadi. Shunda Alloh taoloning nusratiga loyiq bo'lishdi. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum." Ey mu'minlar,
Agar sizlar Allohga